og'ir mehnatlar mumkin emas 1 yilgacha. Tushundingizmi? To tizza bo'g'imini fiziologik holati yaxshi tiklanmaguncha mumkin emas. Hozir umumiy holatimiz 95% yaxshi. O'sha qirtillashiga lechini yozib beraman, xo'pmi? Muammo yo'q-a? Operatsiya qilganimizga qancha bo'ldi? 6 oy bo'ldi. Mana bemorimizda tizza bo'g'imida o'sha bir qaltis harakat qilganda gof tanachalari bo'ladi tizzamiz ichida. O'sha gof tanachalari uzilib bo'g'imizga tiqilib qolgan ekan o'sha mahalda. To'g'rimi polvon? Endi o'sha vaziyatda tizza bo'g'imingizni bukalmasidingiz, yozolmasidingiz. Blok bo'lib qoladi. O'sha blokni biz diagnostik artroskopiya qilib, tizza bo'g'imini ichidagi o'sha sizga zarar qilayotgan narsalarni tozalab olib tashlaganmiz. Tushundingizmi? Gof tanachalarni tozalab olib tashlaganmiz. Hozir bemalol tizza bo'g'imingiz ponni yozyapsiz mana. Bukyapsiz. Yaxshi mana bukyapsiz. Ya'ni bukyapmiz, yozyapmiz. Yaxshi. Yana buni ham bukamiz, sog'lomini yozamiz. Yaxshi. Endi ikkala oyog'ingizni tepaga ko'taringchi. Qani ikkala oyog'imizda ham quvvati yaxshi ekan. Endi tushamiz pastga. Tushamiz. Oyog'ingizni kiymasdan. Qani menga qarangchi. O'tirib turingchi bitta. Turamiz. Yaxshi. Bo'ldi. Ovoz chiqyapti. Bo'ldi. Endi bunaqa vaziyatda qiladigan yagona yo'l vesingiz ham baland. Ves ham bor-da sizda. Endi tizza bo'g'imini ichidagi yog' to'qimasi ham ma'lum darajada kamaygan. Endi yana fiziologini yozib beraman. Fiziologini o'zlaringizda bemalol olaverasiz, xo'pmi? Og'ir mehnatlar mumkin emas 1 yilgacha. Tushundingizmi? To tizza bo'g'imini fiziologik holati yaxshi tiklanmaguncha mumkin emas. Hozir umumiy holatimiz 95% yaxshi. O'sha qirtillashiga lechini yozib beraman, xo'pmi? Qaysi mahalda hissiyatni beringiz? Yurgan paytda, og'ir ko'targan paytda his bor, teparoq. Mana bu yerda. Yo'q, tepa. Yana-chi tepa. Metlar bu. Shetda bo'lyapti. Bo'ldi, qani. Bo'ldi. Voy, orasida nimasi boring. Bo'ldi. Hozir birovlar buni ham rentgen qilib ko'rishimiz kerak ekan-da. Qani, og'rib bormi bu yerda? Yo'q. Boldiringizda-chi? Yo'q. Yaxshi, endi tushamiz pastga. Endi bitta engashamiz, engashamiz. Engashtirib ko'raylik sizni. Oyog'ingiz kiymasdan. Bu tomonga qarang. Qani, engashing. Engashingchi. Engashing. Omurqada skolioz yo'q. Turavering. Yaxshi. Bo'laveradi. Bo'lmasam o'sha hozirgi kunda nima ish qilyapsiz? Koreyaga ketasiz. Bo'lmasam hozir bitta umurtqangizni ham bitta rentgen qilib ko'ramiz. Umurtqa bo'g'ingizni. Tizza bo'g'imni ichida muammo yo'q ekan, toza tizzani ichi. Hop. Bitta rentgen qilib ko'rganimizda lichinani bir bo'lib tizzaga umurtqa bo'g'inasiga yozib beraman.